Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Xo'p, yana o'sha 6-sinf darsligimizdan bir chekana o'tib kelyapmiz. Avvalgi ikkita darsda jonli tarzda o'tdik. Video zapis qilib tayyorlab tashlamadik. Endi uni qo'llagancha takrorlab qo'yamiz. Mana shu darsimizda uni o'zingizlar mana shu kanalimizda turgan kitobdan bir qator mustahkamlab olasizlar. Xo'p, bir qator takrorlab ham qo'yamiz mana shu kitobda. O'tgan mavzuyimizda oxirgi bitta mavzuni takrorlab qo'yamiz. Bo'lmasam vaqtimiz yetmaydi. Xo'p. Sonda 9 ga 3 ga bo'linish belgisi yo'q. Uni tub bo'luvchilarni aytgandik. Ular tub son. Tub va murakkab sonlarda. Mana 10-mavzuda o'tdik. Shuni bir qator takrorlab qo'yamiz. Xo'p. Agar natural son faqat ikkita bo'luvchiga ega bo'lsa, bu son tub son deyiladi. Birorta natural son olaylik, u son 1 ga va o'ziga bo'linsa tub son deyiladi. Mana misol keltirib qo'yapmiz. 2 3 5 7 11 13 17. Va sonlar tub sonlar ekan. Endi murakkab son 1 va o'zidan boshqa yana birorta bo'luvchisi bo'lsa, murakkab son deymiz ekan. Natural sonda 4, 6, 12 mana murakkab songa misol keltiryapti. 1 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi. Undan tashqari 2 ga ham bo'lingan uchun mana 4 sonimiz murakkab son. 6 sonimiz ham 6 bilan 1 dan boshqa 2, 3 degan bo'luvchilari bor. Demak, bo'luvchilar soni 2 tadan ko'p bo'lsa murakkab son bo'lar ekan. Endi yana bitta qoida kiritib ketganmiz. Bir soni tub son ham emas, murakkab son ham emas deb. Endi tub sonlarda aniqlashda eng oson yo'li ham shu, faqat bo'lib ko'rish. Undan boshqa bir optimal nimasi yo'q tub sonni aniqlashda. Tub sonlar hech qanaqa qoidaga bo'ysunmaydi. Uni bo'lib chiqasiz. Bo'lib chiqib aniqlaysiz. Xo'p, bugungi mavzuyimiz 11-12 mavzu deyapti. Natural sonlarni tub ko'paytiruvchilarga ajratish. Qoidalari: natural sonlarni tub ko'paytiruvchilarga ajratish uni tub sonlarning ko'paytmasi shaklida tasvirlash demakdir. Demak, birorta sonni tub ko'paytiruvchilarga ajratish deganda shuni misol uchun 15 bo'lsa 5 ko'paytirilgan 3. Ikkalasi ham tub son, 5 ham 3 ham. Tub sonlarni ko'paytirsak, o'sha aytilgan ixtiyoriy sonni tub sonlar orqali ko'paytma shaklida ifodalasak bo'lar ekan. Agar murakkab son o'zining faqat tub sondan iborat ko'paytiruvchilar ko'paytma shaklida ifodalangan bo'lsa, bu murakkab son tub ko'paytiruvchilarga ajratilgan deyiladi. Xo'p, natural sonlarni tub ko'paytiruvchilarga ajratishda quyidagi usuldan foydalanish mumkin deb turib, mana misol ishlashni boshlayapti. 315 ta tub ko'paytiruvchilarga ajratish tartibi. E'tibor beramiz. 315 ta demak eng kichkina tub sondan boshlab bo'lishimiz kerak. Xo'p, bo'linmasa keyingi tub songa o'tamiz. Tub sonlarni jadvalda. Xo'p. Yo'qqa boryapti. Xo'p. O'zi tub sonlar ketma-ket eng kichkina tub son necha edi? 2 dan boshlanadi tub son. 2, 3, 5, 7, 11, 13 va hokazo ketaveradi. Tub sonlar ham cheksiz davom etadi. Xo'p. Demak, berilgan sonni tub ko'paytiruvchilarga ajratishlik uchun shu tub sonlarni eng kichigidan boshlab bo'lib ko'ramiz. Hozir 2 ga bo'lmoqchi bo'lsak, bo'linmadi. Shuning uchun birato'la 3 dan boshladik. Bo'linadigan sonidan boshlaymiz. 315 ta 3 ga bo'lamiz. 105 chiqyapti. Yana 3 ga bo'linsa, yana bo'lib ketaveramiz. Bo'linmay qolguncha eng kichkina songa bo'lamiz. 105 ni 3 ga bo'ldik, yana 35 chiqdi. Endi 3 ga bo'linmaydi 35. Shuning uchun keyingi son 5. Keyingi tub sonimiz 5. 5 ga bo'lamiz. 7 chiqyapti. 7 endi 5 ga bo'linmaydi. Shuning uchun 5 dan keyin kelayotgan sonimiz 7. Shunga bo'lsak, mana 1 chiqquncha bo'lamiz. Endi 1 chiqquncha bo'ldik. Qayerga bo'lyapti buni? Ha. 1 chiqquncha bo'lamiz. Endi tub ko'paytiruvchiga ajragan holatda qaysi desa, kitobda yozmagan misol o'zimiz yozamiz. Hop, mana shu yerga yozib qo'yaveraylik. Asroda shakli. 315 ta tub ko'paytiruvchilarga ajratish jarayonida bu ishni bajardik. Lekin tub ko'paytiruvchiga ajragan holati mana. 3 ta nechinchi 2 marta qatnashgan bo'lsa, 3 ta ikkinchi darajasi deymiz. Keyingisi 5 ta birinchi darajasi deymiz. Keyin 7. Mana shu tub ko'paytiruvchiga ajragan holati bu. Buni topishlik uchun biz mana bu amaldan foydalandik.
Demak, ustun shaklda bo'lishini bu yoqqa, bo'linmani bu yoqqa qilib yozib, barcha tub sonlarga bo'lib chiqdik bir qolguncha. Demak, tub ko'paytuvchiga ajragan holatda sonni mana bu shaklda bo'lar ekan. 3 ta ikkinchi darajasi, 5 ta birinchi darajasi, 7 tani birinchi darajasi. Demak, yana bitta misollar ko'ramiz hozir. Xo'p. Mana bu yerda ham yozib qo'yapti. 315 ni 3 ko'paytiruv 5 ko'paytiruv 7. Mana 3 2 marta qatnashganligi uchun mana 3 ta ikkinchi darajasi ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 7. Endi 315 ta barcha bo'luvchilari 12 ta deyapti. 315 ta barcha bo'luvchilari 12 ta. Buni yozib chiqdi. Erinmasdan yozib chiqdi. 315 ta 1 ga bo'lsak bo'ladi, 2 ga bo'linmaydi, 3 ga bo'lsak bo'ladi, 5 ga bo'lsak bo'ladi, 7 ga, 9 ga, 15 ga barcha 315 ta bo'lish mumkin bo'lgan barcha sonlarni yozib chiqdi. Bu 12 ta ekan. Endi bizda mana shu nechta biror bir natural son berilib, buni natural barcha bo'luvchilar nechta desa, natural bo'luvchilar soni nechta desa, buni topishga bitta qoidamiz bor, shuni ham o'rganib ketamiz. Misol uchun kitobimizda berilmagan u yozib ketamiz endi. Qandaydir sonda, misol uchun 315 o'rniga A deb yozyapman. Shu A o'rnida ixtiyoriy bir son bo'lishi mumkin. Endi shuni tub ko'paytuvchiga ajratsam, A darajasida M, B darajasida N, C darajasida K va hokazo. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Endi hozir 315 natural bo'luvchilari 12 ta dedik-ku. Endi shu A sonimizning natural bo'luvchilari nechta degan savolga javob topmoqchimiz. Agar shu holatda ko'paytuvchiga ajragan bo'lsa, demak, natural bo'luvchilar sonini qanday topamiz? N ta deylik. Shuni har bitta tub sonni darajasiga 1 qo'shib, bir-biriga ko'paytirib qo'yamiz. Mana shu formulamiz bor. K + 1 berilgan sonning natural bo'luvchilarining sonini topish formulasi. Xo'p, mana hozir 315 ta bo'luvchilarini yozib chiqdi, 12 taligini. Biz ham endi xuddi shu formulamiz bilan hisoblab ko'ramiz. Shu 12 ta chiqarmikan? Formulamiz to'g'riligini ko'ramiz. A demaylik endi. 312 bu. Xo'p, 312 315 teng 3 ni kvadrati ko'paytirilgan 5 ta darajasida 1 bor, darajasi yo'q bo'lsa 1 deb tasavvur qilaveramiz. Birinchi daraja. Endi buni natural bo'luvchilar sonini topmoqchiman. Har bitta sonni darajasiga 1 qo'shib. Pastdagilarga ahamiyat bermaymiz. Faqat darajalar biz uchun muhim. 2 ga 1 ni qo'shamiz, 1 ga 1 ni qo'shamiz, keyingi darajadagi songa 1 ni qo'shamiz. Endi hisoblab ko'ramiz. 2 ga 1 ni qo'shsak 3, 1 ga 1 ni qo'shsak 2, 1 ga 1 ni qo'shsak 2. Hisoblab ko'ringlar, mana 12 ta. Demak, biz 315 ta barcha bo'luvchilarini topib chiqib, keyin ularni sanasak, biz uchun murakkabroq tuyulsa, mana formula, tayyor formula. Esinglardan chiqib qolmasa, yana bir ikkita sonlarni ko'ramiz. Xo'p, kelinglar. 72 sonini ko'raylik. 72 sonini o'zimiz tekshirib ko'ramiz. Xuddi shu hozirgi o'rgangan formulamiz bilan. 72 ni natural bo'luvchilari nechta degan savol bor bizda. Tasavvur qiling. Endi 72 ni men nima qilaman? Tub ko'paytuvchilarga ajrataman. 72 ni tub ko'paytuvchilarga ajrataman. Xo'p, 36 2 ga bo'laman 18, 2 ga bo'laman 9, 3 ga bo'laman 3, 3 ga bo'laman 1. Demak, 72 ni tub ko'paytuvchiga ajratdik. 72 teng 2 ni 3-darajasi ko'paytirilgan 3 ta 2-darajasi. Endi formulani o'chirib oldim. Endi formulani yoddan eslashga harakat qilamiz. N teng natural bo'luvchilar soni. Nima qilardik buni topishni? Mana bu yerda turgan har bir sonni darajasiga 1 qo'shib bir-biriga ko'paytiramiz. Bu yerda ikkita son bor xolos. Demak, ikkalasini ham darajasiga 1 ni qo'shib ko'paytirib qo'yamiz. 3 ga 1 ni qo'shsak 4, 2 ga 1 ni qo'shsak 3. 72 ni ham natural bo'luvchilar soni 12 ta ekan. Qani endi kichikroq son bo'lganligi uchun mana hozirgi formulamizni tekshirib ko'ramiz. Mana 72 ni bo'luvchilar 72 1 ga bo'linadi, 2 ga bo'linadi, 3 ga bo'linadi, 4 ga bo'linadi, hop 6 ga bo'linadi, 8 ga bo'linadi, 9 ga bo'linadi, to'g'rimi? Hop 12 ga bo'linadi, 18 ga bo'linadi, 18 dan keyin 24 ga bo'linadi, keyin 36 ga bo'linadi, keyin o'zi 72 ga bo'linadi. Sanab chiqamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ta. Demak, formulamizdan to'g'ri ekan. Formula bilan hisoblagan menimcha qulay.
har bitta sonni biz bunaqa qilib yozib chiqa olmaymiz. Bunaqa kichikroq sonlar bo'lsa yozib chiqishimiz mumkin. Hozirgilar 315 yoki 567, 565 deb kattaroq son bo'lsa, xullas formula bilan ishlab qo'yganimiz yaxshi. Natural bo'luvchilari nechta desa. Endi barcha bo'luvchilar deydigan bo'lsa, hozir uni barcha natural emas, barcha bo'luvchilar sonini ko'radigan bo'lsa, har bitta sonni manfiylarni ham olib qo'yishimiz kerak. Hali keyingi mavzularda bunaqa misollarni ko'ramiz hozir. Demak, hozir shu natural bo'luvchilar so'rasa, xuddi shu formula bilan hisoblanadi. Xo'p, 315 sonini ko'rdik. Tub ko'paytiruvchilarga ajratish deganda nimani tushunasiz deb savol beradi. Tub ko'paytiruvchilarga ajratish deganda berilgan murakkab sonni tub sonlar ko'paytmasi shaklida ifodalashni tushunamiz. Har qanday natural sonni tub ko'paytiruvchilarga ajratish mumkinmi? Javobingizni izohlang deb. Har qanday natural sonni tub ko'paytiruvchiga ajratish mumkinmi? Birda ajratib bo'lmaydi. Demak, birda faqat birda hozir keyin bir deya olamiz xolos. Bu yerda bu tub ko'paytiruvchiga ajramadi. Demakki, bir ham tub son emas. Endi birdan boshqa har qanday sonni, har qanday natural sonni endi tub ko'paytiruvchiga ajratsak bo'ladi. Misol uchun mana 2 ni 2 ko'paytiruv 1 deb olsak, misol 2 bir shartmi bu yerda? Demakki, tub ko'paytiruv son emas bu. 2 teng 2. Qarang, misol uchun ko'paytiruvchi shakliga ifodalandi. Misol uchun mana 2 ni o'zi ham bor, 2 tub son, demak tub ko'paytiruvchilarga ajratdik desak bo'laveradi. Misol uchun 3 ni ham 3 desak bo'laveradi. Tub son qatnashyapti bu yerda. Xo'p. Endi bunda nimaga hozir faqat tub sonlarni ko'rsatdim? Murakkab sonlar tub ko'paytiruvchiga ajragan holatini hammamiz bilamiz. Misol uchun 6 ni 2 ning birinchisi ko'paytiruv 3 ni birinchisi, misol uchun 8 ni teng 2 ni 3-darajasi. Mana tub sonlar tub ko'paytiruvchilarga ajraydi, murakkab sonlar hammasi. Endi savol tug'ilib qolishi mumkin. Tub sonlarchi degan savolga hozir birdaniga o'tib ketib qoldik. O'zi bu yoqdan kelishimiz kerak. Mana bu shunaqa qilamiz mana. Ixtiyoriy son olaylik, mana 6. Buni tub ko'paytiruvchilarga ajratishimiz mumkin. Ixtiyoriy murakkab sonlarda ajratishimiz mumkin. Faqat tub sonlarni ajratsa bo'ladimi degan savol tug'iladi. Albatta bo'ladi ekan. Tub sonlar faqat birdan tashqari, bir o'zi tub son emas, murakkab son emas. Birda tub ko'paytiruvchiga ajratib bo'lmaydi. Boshqa har bitta natural sonda u tub bo'lsin, murakkab bo'lsin, tub ko'paytiruvchiga ajratsak bo'ladi. Faqat tub sonlarimiz o'ziga teng bo'lib qoladi. Misol uchun 13 teng 13. Faqat bitta ko'paytiruvchi 13 dan iborat bo'lib qoladi tub ko'paytirmasi. Demak, ikkinchi savolimizga ham javob shu. Har qanday natural sonni tub ko'paytiruvchilarga ajratish mumkinmi desa, birdan boshqa deb qo'yamiz. Birdan boshqa har qanday natural sonni tub ko'paytiruvchiga ajratsak bo'lar ekan. Tub sonlarni tub ko'paytiruvchiga ajratib bo'ladimi deyapti. Mana 3-savolda beribdi o'zi. Tub sonlarda tub ko'paytiruvchilar bo'ladi. Faqat o'ziga teng bo'ladi. Bitta ko'paytmadan tashkil topib qoladi unda. Tub ko'paytiruvchilarga ajrating. Xo'p, 8 da mana hozirgi misolimizda ekan. 2 ni 3-darajasi deb olsak bo'ladi. Misol uchun mana yozaylik. Mana 8 2 ga bo'lamiz. Biz hozirgi deb endi tushunmaganlar uchun maydalab tushuntiramiz. 2 ga bo'lamiz, mana 2 ga bo'lamiz 1. Demak, tub ko'paytiruvchiga ajragan holat 8 teng 2 ni 3-darajasi deb qo'ysangiz, mana shu tub ko'paytiruvchiga ajragan holati bo'ladi. Xo'p. Endi keyingi sonni ham. Keyingi sonimiz 12. 12 ni tub ko'paytiruvchiga ajratsak, mana 2, 6, 2, 3 chiqadi. 3 ga bo'lamiz 1. Demak, 12 teng 2 ni 2-darajasi ko'paytirilgan 3. Mana tub ko'paytiruvchiga ajragan holati. 18 ni ham xuddi shunday qilib ajratsak bo'ladi. 18 ni ham 18 mana 2 ga bo'lamiz 9. Endi 2 ga bo'linmaydi, 3 ga bo'lamiz 3, 3 ga bo'lamiz 1. Demak, 18 teng 2 ni birinchisi ko'paytirilgan 3 ni ikkinchisi. Xo'p. Tushunarli bo'lyaptimi? Yozuvlarni hamma ko'rinyaptimi? Xo'p. Qolganlari misol uchun hozir ko'rib ketamiz. Endi 25 da 5 ning 2-darajasi desak bo'ladi. 27 ni 3 ning 3-darajasi desak bo'ladi. 45-chi 45 da. 45 da 9 kere 5 desangiz, mana 3 ning 2-darajasi ko'paytirilgan 5 deb olsak bo'ladi. 51 da 3 ko'paytirilgan 17 deb olsak bo'ladi. 62 ni 2 ko'paytirilgan 31 deb olsak bo'ladi. Mana hozirgi tub ko'paytiruvchilarga ajratib qo'ydik. Misol uchun mana 62 teng 2 ni birinchisi ko'paytirilgan 31 da birinchisi. 51 da 3 ko'paytirilgan 17 ni ikkalasida ham birinchi daraja. Bunda 3 da 2-darajasi, 3 da 2-darajasi ko'paytirilgan 5 da birinchi darajasi. 27 da 3 da 3-darajasi bo'ladi.
Hop, bu videoda bir martada tushunmasangiz qayta ko'ring. Yaxshilab tushunib olinglar. Undan keyin bu shu mavzumizga doir yana kanalga video dars ko'rib bo'lganinglardan keyin testlar tashlaymiz. Bundan avvalgi jonli darsimizda qatnashganlar testlarni ko'pchilik xato ishlab qo'yibdi. Bu shu testda xato ishlaganingizda men o'zimga xulosa qilaman, demak mavzuni yaxshi tushuntira olmadim degan xulosaga kelaman. Shuning uchun shoshilmasdan iloji boricha to'g'ri javoblar topishga harakat qilinglar. Men tashlagan testlarim 100% to'g'ri ishlansa, men ham xursand bo'laman. O'zim yana dars o'tishga ishtiyoq kuchayadi menda. Yo'q, yaxshi tushuntira olmayotgan bo'lsam, u tabiiy holat, hammada o'zimga salbiy nima olaman shulardan. Shuning uchun iloji boricha test shoshilmasdan to'g'ri ishlashga harakat qilinglar. Xo'p, 103 misol sonlarni qaysilari tub, qaysilari murakkabligini aniqlang. Xo'p, mana bundan avvalgi mavzumizda ham xuddi shunaqa misollar ishladik. Mana bu misolni ishlasak, bundan avvalgi mavzu takrorlanib qoladi. 63. So'shin 63 da tub sonmi yo'qmi? 63 da 1 bilan 63 dan boshqa birorta bo'luvchisini topib qo'ysak bo'ldi. Bu tubmas ekan deyaveramiz. 63 misol uchun 7 kare 9 60. Bu degani 7 ga ham bo'linadi, 9 ga ham bo'linadi. Bo'ldi. 63 bilan 1 dan boshqa bitta bo'luvchisini topdim. Demak, bu murakkab son bu son. Bu tubmas, murakkab son. 71 da bo'luvchilarni istab ko'rdik, topa olmadik. 71 da faqat 1 ga va 71 ga bo'lsak bo'lar ekan. Demak, bu tub son mana. 85 uje bo'lishni ham kerak yo'q. Qarasak 5 ga bo'linish qoidasiga shunday tushib turibdi. Bu 5 ga bo'linadi. Ana bu murakkab son deb murakkab sonlarni o'chirib ketyapmiz. Hozir ularning ichida tub sonlarni qoldiramiz. 101. Hop, 101 da bo'luvchilarni tekshirib ko'ramiz. Yani, misol uchun 7 ga bo'linmaydi. 7 ga hop 1 dan 10 gacha bo'lgan sonlarga bo'lib tekshirib ko'ringlar. Bo'linmasa, demak, uje undan uyog'iga tekshirishni kerak yo'q. 10 gacha bo'lgan sonlarga bo'lib ko'rsak, 101 ham bo'linmayapti. 101 ham tub son ekan. 127. 127. Tekshirib ko'ramiz. Hop, buni 11 gacha bo'lgan sonlarga bo'lib ko'rish kerak. Bu 10 gacha bo'lgan sonlarga bo'linmadi, endi 11 ga ham bo'linmayapti. Demak, bu ham tub son. 160 uje 10 ga bo'linish qoidasiga tushib turibdi, 2 ga bo'linish qoidasiga tushib turibdi. Bu buni nima desak bo'ladi? Murakkab son o'chirib olamiz. 181 ni tekshiramiz endi. 181. 181 da 14 gacha bo'lgan sonlarga bo'lib ko'rish kerak. Hop, 13 ga. Hop. 169 ga 13 ni qo'shib qo'ysak necha bo'ladi? Misol 169 ga 10 ni qo'shsa 179. 182 bo'lganda bo'linadi ekan. 181 ham tub son ekan. Adashmasak, hop, bu uje juft son bilan tugayapti. Bu murakkab son. Demak, tekshirib chiqamiz tub sonmi, tub son emasmi aniqlash uchun har bittasini bo'lib yoki bo'linish belgilari, bo'linish qoidalari bilan tekshirib chiqamiz. Bo'linadimi, yo'qmi? Birorta bo'luvchini topsak, o'chiramiz. Bu murakkab son ekan, bizga tub son kerak. Tub sonlarni alohida qilib ajratib yozib oldik. Hop, murakkab sonlarni tub ko'paytiruvchilarga ajrating. Hop, endi bu tub sonlarni ajratib qo'ydik. Endi mana bundan so'rayapti ekan, murakkab sonlarni tub ko'paytiruvchiga ajrating deb savol beradi ekan. Hop, mana o'chirib qo'yganlarimiz hammasi ko'rinib turibdi. Biz teskari qilishimiz kerak ekan. Murakkab sonlar qolib, endi mana murakkab sonlarni imolarni ichiga olamiz, tubni o'chirib olamiz. Mana. Hop, endi shu sonlarni tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. 63 dan boshlayapman. 63 dan. 2 ga bo'linmaydi. Eng kichkina tub sondan boshlab bo'lib chiqaman. 2 ga bo'linmaydi, 3 ga bo'laman. 21, yana 3 ga bo'laman. Endi 3 ga bo'lsam 7 chiqdi. Endi 7 faqat 7 ga bo'linadi, mana 1. 63 da tub ko'paytiruvchiga ajragan holati mana 63 teng 3 ni ikkinchi darajasi ko'paytirilgan 7 bo'ladi. Mana shunday qilib yozib olinglar, kerakli joyda to'xtatib, boshqa nima qilib yozaverasizlar. Misol men to'xtamay o'tib ketaveraman, sizlar tushunmagan joylarda videoni to'xtatib, bemalol yozadigan joylaringizni yozib oling. O'zingizga qulay qilib foydalaning videoni. Xudo xolasa zapisini tashlayman kanalga. Xohlasangiz 2 marta, xohlasangiz 3 marta ko'rib, yaxshilab tushunib oling mavzuni. Hop, keyingi misolimiz. Endi 85 da, keyingi 85 ha, mana 85. Hop, 2 ga bo'linmaydi, 3 ga bo'linmaydi, demak 5 ga bo'linadi. 5 ga bo'lsak 17. 17 faqat 17 ga bo'linadi tub son. Demak, 85 tub ko'paytiruvchiga ajragan holati mana 85 teng 5 da birinchisi ko'paytirilgan 17 ekan. 85 tub ko'paytiruvchiga ajratdik. Endi 160 ga keldi navbat.
Hop, 160 tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. Nima bunaqa bo'ldi? Hech bunaqa chiqmadi. Hop, mana. 2 ga bo'lamiz 80, 2 ga bo'lamiz 40, 2 ga bo'lamiz 20, 2 ga bo'lamiz 10, 2 ga bo'lamiz 5, 5 ga bo'lamiz 1. Endi 160 teng 1, 2, 3, 4, 5. 2 ni 5-darajasi ko'paytirilgan 5 ni 1-darajasi bo'ladi. 160 da tub ko'paytiruvchiga ajragan holati shu ekan. Hop, keyingi sonimiz 204. Mana to'xtatib turib, keyin tekshirib yozib olaverasizlar. Men o'chirib darsni davom ettirib ketaveraman. 204 ga keldik. 204 tub ko'paytiruvchiga ajratamiz mana. 2 ga bo'lamiz 102, 2 ga bo'lamiz 51, endi 3 ga bo'lamiz 17, 17 ga bo'lamiz 1 mana. Hop, 204 teng bo'ladi 2 ning darajasida 2 ko'paytirilgan 3 darajasida 1 ko'paytirilgan 17 ning darajasida 1 mana. Ko'rinyapti-ku hammaga. 204 tub ko'paytiruvchiga ajragan holati shunday bo'lar ekan. Hop, o'chirib olyapman mana. Kerakli joyini yozib olasizlar, to'xtatib men darsni davom ettirib ketaveraman. Hop, keyingi misolimiz yulduzcha o'rniga qanday tubdan qo'yish mumkin? Yulduzcha o'rniga qanday tubdan qo'yishimiz mumkin? 225 teng 3 ko'paytirilgan 3. Mana ularni hammasini bo'lib qilib o'tkazib yuboraylik bu yoqqa. 3 ni 3 ga ko'paytirish. Mana shu yulduzchani o'rnida x deb turibdi deb tasavvur qilaylik. Oddiy tenglamaga o'xshatib ishlab qo'yamiz. 3 ga 3 9, 9 5 ga ko'paytirsak 45. Endi 225 oldiga 45 bo'linib o'tsa, xuddiki shunday tasavvur qiling mana. 225 teng 45 ko'paytirilgan x. Mana bu sonlarni alohida to'plab oldim. X topish uchun nima qilamiz endi? X topish uchun 225 ni 45 ga bo'lib yuboramiz. X teng 5 ekan. Demak, shu yulduzchani o'rnida 5 turibdi ekan. 5 bo'lish kerak ekan mana bu yerda. Yulduzchani o'rnida 5 turish kerak ekan. Xuddi shunday keyingilarini ham mana bu yulduzchadan tashqari hamma sonlarni ko'paytiraylik-da, nariga tomonga bo'lib o'tkazib yuboraylik. Xohlasangiz bitta-bitta o'tkazing. 2 ni bo'lib o'tkazib yuborsak 154 chiqadi. 154 bo'ladi. Endi 154 ni oldiga 7 ni ham bo'lib qilib o'tkazib yuborsangiz 22 chiqadi. 22 ni oldiga mana 11 ni ham bo'lib qilib o'tkazib yuborsangiz 22 ni 11 ga bo'lib qo'ysak, demak mana bu yerda 2 chiqish kerak ekan. 2 turish kerak ekan. Xuddi shunaqa qilib ishlab olsak ham bo'ladi. Mana ketdi. Bunisida 3 ni bo'lib qilib o'tkazamiz. 70 bo'ladi. 70 ni oldiga 7 ni bo'lib qilib o'tkazsak 10 bo'ladi. 10 ni 5 ga bo'lib yuborsak, demak bu yerda 2 turish kerak ekan. Hop. Bu yerda 3 ta o'tamiz. Birinchi 110, 11 dan o'tdik. 110 ni 11 ga bo'lsak 10 chiqadi. 5 dan o'tdik, demak bu yerda 2. Endi bu yerda bunday ekanda. Yo'q, endi ketma-ketlikda topib qo'yaylik desangiz, misol uchun mana bu yerda 3 bilan 5 orasida 3 ham bo'lishi mumkin, 5 ham bo'lishi mumkin. Shunday tenglama qilib ishlashimiz kerak. Endi taxmin nima qilsak, misol uchun hisoblab topamiz. To'g'ri topdik. Endi hozirgi qarab turib, mana bu yerda 3 dan avval 2 kelardi-yu degan xulosani qilmadi-yu desanglar, unda 3 dan oldin misol 3 ni o'zi ham kelishi mumkin-ku deydi. To'g'rimi? Xo'p, xullas hozir hech qanaqa nima qilmasdan xuddi shu yechimimiz to'g'ri ekan. Boshqacha yo'l qo'llash kerak yo'q ekan. Bir 105 A sonimizni nima so'rayapti ekan bizdan? A ni B ga bo'lganda bo'linmani toping. Xo'p, bizga endi misol ishlaganingizda kitob deganda bo'sh joy kerak. Xo'p, mana bu A son, bu B son. Buni bo'lishimiz kerak bir-biriga. Endi bo'luvni kasr holatida yozib o'tgan bo'laveradi. Misol uchun A ni suratga yozib olaman. 2 ko'paytirilgan, 2 ko'paytirilgan, 3 ko'paytirilgan, 5 ko'paytirilgan, 5 ko'paytirilgan. Kasr chizig'i bilasizlar, bo'lishni ifodalaydi. Demak, suratdagi sonni mahrajli songa bo'lish degani kasr chizig'i. 2 ta 2, 1 ta 3, 2 ta 5 bo'ldi. B sonni o'rniga endi ya'ni mana A bo'lingan B degani A taqsim B bo'ladi. Demak, A ni o'rniga bu qiymatini qo'yyapman, B ni o'rniga bu qiymatini qo'yaman mana. 2 ko'paytirilgan, 2 ko'paytirilgan, 3 ko'paytirilgan 5. Mana qisqartirib yuboramiz mana. Suratda turgan son bilan bir xil sonlar bir-biriga qisqartirib yuborsak,
3 bilan 3 ketdi. 5 bilan bitta 5 ketsa, tepada bitta 5 bilan 7 qolyapti. Demak, 35 chiqar ekan. Buni ikkini hammasini ko'paytirib, natijasini topib, keyin buni ham 2 ga ko'paytirib, 4 4 ni 3 ga ko'paytirib, 12 60. Buni chiqqan javobni 60 ga bo'lishimiz shart emas. Har bitta ko'paytiruvchini alohida bo'lib qo'ysak ham bo'laveradi. Hozir xuddi shunday qilib ishladik. Endi sonni hisoblab, hamma ko'paytiruvni hisoblab, buni ham hisoblab bo'lish shart emas. Keyingisida ham endi keyingisida buni majbur qilib qo'yibdi. Buni ko'paytmani topib, keyin nimaga bunga bitta son berib qo'yibdi. Keyin shunda biz majbur qilsa ham biz o'zimiz yo'l bilan ishlaymiz. 490 ni tub ko'paytiruvchiga ajratib olamiz. 490 ni tub ko'paytiruvchiga ajratib olamiz. 2 ga bo'laveramiz. 245. Hop, endi 2 ga bo'linmaydi. Endi 5 ga bo'linadi. 3 ga bo'linish qoidasiga tushmaydi. 5 ga bo'linadi. 245 ni 5 ga bo'lsak 49. 49. Endi 7 ga bo'linadi. 49. 7 chiqadi. 7 ga bo'lsak 1. Hop, 490 ni o'rniga biz nima deb olamiz? B teng 2 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan 7 ni ikkinchi darajasi deb olamiz. Endi mana bu sonni bunga bo'lsam, mana bittadan bir xil ko'paytiruvchilarni qisqartirib olaman. 5 bor, bunda ham 5 bor. 2 ta 7 bor, mana bu ham 7 ni ikkinchi darajasi degani ham 2 ta 7 degan. Demak, 2 ta 3 qolyapti. 2 ta 3 necha chiqadi? Bu yerda A ni B ga bo'lsak 3 ko'paytiruv 3 degani bu 9 bo'ladi. Hop, keyingi misolni ko'ramiz. Sonning raqamlarining yig'indisi 3 ga 9 ga karrali bo'lsa, u sonning yoyilmasi. Yoyilmasida qaysi tub son albatta bo'ladi. Agar sonni raqamlarining yig'indisida yig'indisi 3 ga bo'linsa, bu son 3 ga bo'linadigan son bo'ladi. Shuning uchun unda aniq 3 bo'ladi, lekin tub ko'paytmaga ajraganda unda 9 bo'ladi deya olmaymiz. 9 ga bo'linadi to'g'ri, lekin 9 bo'ladi deya olmaymiz. Demakki, tub yoyilmada 9 qatnashmaydi. 9 tub son emas. 9 3 ga bo'linadi. 1 bilan 9 dan boshqa yana son bor. Demak, bu yerda 3 bo'ladi deya olmaymiz. Xolos, bunda ham faqat aniq 3 bo'ladi deya olamiz. 3 ga bo'linsa 3 bo'ladi, lekin 9 ga bo'linadigan sonni tub yoyilmasida 9 bo'lmaydi. Tub yoyilmada faqat tub sonlar qatnashadi. 107. 252 ning barcha tub bo'luvchilari ko'paytmasini toping. Barcha tub bo'luvchilari ko'paytmasi deyapti endi. Hop, tub ko'paytuvchiga ajratamiz. 252. Hop, 2 ga bo'lib olsak 126. 2 ga bo'lib olsak 63. Hop, 3 ga bo'lib olsak 21. 3 ga bo'lib olsak 7. 7 ga bo'lib olsak 1. Hop, barcha tub bo'luvchilari. Tub bo'luvchilari 2, 3, 7 da. 2 dan 2 marta qatnashgan bo'lsa ham hozir tub bo'luvchi sifatida 1 marta olamiz. Keyin 3 ta olamiz, keyin 7 ni olamiz. Shu sonlarni tub bo'luvchilarini ko'paytmasini toping deb. Mana bunda 42 bo'lar ekan tub bo'luvchilar ko'paytmasi. Endi 374 ning barcha tub bo'luvchilarining yig'indisini toping desa, hozirda 374 ni tub ko'paytuvchiga ajratamizda, unda endi faqat qo'shib qo'yamiz. 374 ni tub bo'luvchilarining yig'indisini toping. 2 ga bo'lsak. Hop, 37 bo'lsa 187. 187 endi tub son emasmikin bu? Hop. 187. Necha bo'linsa bo'ladi 187 ni? Hop, 3 ga bo'linish qoidasiga tushmadi. 5 yo'q, 6 ga bo'lmaydi. Hop, 7 gacha 7 ga teshamiz. 140 dan keyin 47 bo'linmayapti. Hop, 11 ga bo'linsa 11 ga bo'linadigan o'xshayapti mana shu son. 187 ni 11 ga bo'lib ko'raylik-da. 187 ni 11 ga bo'lsak, hop, bitta bor. 11 dan ayirib tashlasak 7 qoladi, mana 77. Ha, 11 ga bo'linar ekan. 11 ga bo'lsak 17 chiqar ekan. Tushunmas ekan. Tekshirib ko'ramiz, boshqa yo'l yo'q. Shunaqa muammoliroq mavzudir. Demak, 11 ga bo'ldik. 17 chiqdi. Endi 17 aniq tub son. Buni bilamiz yoddan. Endi bularning yig'indisini toping deyapti. 374 ning barcha tub bo'luvchilarining yig'indisini toping deyapti. 2 qo'shilgan 11 qo'shilgan 17 hisoblab qo'yamiz. 30 ekanmi? 30 ekan.
13, 17, 30. 374'ning barcha tub bo'luvchilari yig'indisi necha desa mana 30 deb yozib qo'yadi. Buniki necha chiqadi? 42 chiqadimi? Esimda yo'q ular. Videoni qaytarib topib, o'zingizlar ishlaganinglar yaxshi birinchi. Mana bir marta ishlanishini ko'rib oldingiz, endi uni daftarga yo ko'chirish kerak, yo bo'lmasam o'zingiz tushunchangiz bilan miyangizda qolgan tushuncha bilan boshqatdan ishlab chiqish kerak. Shunda mustahkamlanadi. Xo'p, o'tilgan har bitta darslarni yaxshilab tushunib boringlar. Shunaqa kanalimizda shunaqa narsa tashkillashtirmoqchiman men. O'tilgan mavzulardan misol mana shu oyda oxirida xudo xolisa test tashlayman. Misol jonli efir qilib test tashlayman. Testda yaxshi natija qilib, birinchi misol uchun necha kishi qatnashsa, eng birinchi va to'g'ri javob berganlarni mukofotlamoqchiman. Bu o'sha sizlarni misol o'tgan darslarimni yaxshi o'zlashtirishinglarga sabab bo'ladi deb tushunadi deb o'ylayapman. Demak, avvalgi darslarni ham mustahkam o'rganinglar. Har bitta o'tgan darslardan test olaman. Test tuzib, buni kanalda jonli efir qilib tashlaymiz. Shunda eng birinchi va to'g'ri topganlarni mukofotlaymiz. Hop, shunga tayyorlaninglar. Shu oyda oxirida xudo xolasa shuni tashkil qilamiz jonli efirda. Demak, barcha kanalimizdagi 6-sinf o'quvchilarini bellashuvini uyushtiramiz. Yaxshilab tayyorgarlik ko'ringlar. Hop, bo'ldi. Keyingisi 100 ta faqat 2 ta, 3 ta tub bo'luvchiga ega bo'lgan natural sonlarni yozing. 2 ta tub bo'luvchiga ega bo'lgan natural son. 2 ta tub bo'luvchi desak, unda 4 ni tekshirib ko'raylik. Eng kichkinaroq sonlardan chiqadi, to'g'rimi? Hop. 2 ta tub bo'luvchi bo'lsa 4 da bo'lmaydi. 4 da emas, 6 da bo'ladi. 6 da. Hop, savolni tushunmadim. Demak, 2 ta tub bo'luvchisi bor son, misol uchun 6. Mana 2 ko'paytirilgan 3, 6. Yoki 2 ko'paytirilgan 5 desak, mana 2 ta sonni ko'paytirib, misol 10 ham 2 ta tub bo'luvchisi bor. 10 da ham 2 ta tub bo'luvchisi bor. Misol uchun endi 3 ta tub bo'luvchisi bor desangiz, 2, 3, 5 desak, 30 ekan. 3 ta tub bo'luvchisi bor son. 4 ta tub bo'luvchi bor son toping desa, 2, 3 barcha 4 ta tub sonni yozasizda, ko'paytirib qo'yasiz. Mana 10 bo'lsa, bu 21, 210 bo'lar ekan. Demak, nechta tub bo'luvchi bor sonni toping desa, ketma-ket shuncha tub sonlarni yozib, bir-biriga ko'paytirib qo'ysak bo'ldi ekan. Ana yo'li. 2 ta, 3 ta tub bo'luvchiga ega bo'lgan. Bitta tub bo'luvchi desa, shunda tub sonlarni o'zini aytib qo'yamiz. Tub sonlar yoki 2 ni darajasidan, misol uchun 2, 4, 8, 16 lardan faqat bitta tub bo'luvchisi bor. 2, undan boshqa tub bo'luvchi yo'q. Keyingi 109-misolimiz ko'paytmalar tub sonmi yoki murakkab sonmi? Mana bu tub son. Buni ko'paytirsak 20 chiqadi, tub bo'ladi. Buni ko'paytirsak 16, o'zi tub emas. Demak, ko'paytiruvchilarni tekshirib qo'yapti. 16 chiqadi, bu ham tub emas, bu ham tub emas. Mana bu yerda 11 ko'paytirgan 13. Mana ko'paytmani hisoblasak, necha deb chiqdi? Misol uchun, bu son yo 11 ga yo 13 ga bo'linishi aniq bu. Shuning uchun bu tub emas. Mana buni birinchisi nima dedik? Birinchisi tub son bo'ladi. Aniq 23 tub son. Bunda 59 bu ham tub bo'ladi. Demak, ko'paytmani natijasi tub son bo'lishi uchun bittasi 1 bo'lishi kerak, ikkinchi son tub son bo'lishi kerak. Shunaqa holatda ko'paytma tub bo'ladi, xolos. Aniq bitta ko'paytuvchi 1 bo'lishi kerak, ikkinchisi tub son bo'lishi kerak. Undan boshqa hamma holatlarda ko'paytma natijasi tub bo'lmaydi, murakkab bo'lib qoladi. Tushunarliga? Keyingi misol 110 tomonlari natural son, perimetri esa tub son bo'lgan 3 burchak bormi misollar keltiring. Tomonlari natural son, perimetri esa tub son bo'lgan. Bir nechta qo'shiluvchilardan iborat necha 3 ta qo'shiluvchini qo'shaylik, 3 ta sonni qo'shsak tub son chiqishi mumkinmi degan savolda ekanda. Bo'lishi mumkin. Tomonlar natural son, perimetri tub son bo'lgan 3 burchaklar bormi? Hop, bor. Misol uchun 5, 5, 3 desak 13 tub son bo'ladi, to'g'rimi? Bitta 3 burchak olaylik. Bitta 3 burchak olaylik. Mana 5, 5, 3. Mana hamma tomonni tub son qildik. Natija perimetri tomonlari natural son. Mana 5, 3lar natural son. 3 burchakli perimetri 13 chiqyapti. Tub son bo'lishi mumkin ekan. Bo'ldi. Shunga demak, sizlar misol keltirishinglar mumkin. Perimetr misol uchun yana birorta tub sonni aytinglar, misol 17 tub son, to'g'rimi?
5, 5, 17 desak bo'ladi. Bitta tub sonni topib turib, 3 ta sonni qo'shib, shu sonni hosil qilib qo'yishdek gap ekan bu. Bunaqa murakkab joyi yo'q ekan. Menimcha tushundinglar. Xo'p, tub ko'paytiruvchilarga ajrating deb turib, mana bu yerda endi misollar berib qo'yibdi. Buni keyin tekshirib qo'yinglar. Bu endi sizlarga o'zingizlarga topshiriq, mana shu ikkalasini tashlab ketyapman. Tub ko'paytiruvchilarga ajratishdi. Bunaqa misol ko'rdik chunki. Mana savollarni ko'ramiz. 112-misol. Naning qanday natural qiymatlarda mana sonlar eng kam sondagi tub ko'paytiruvchilarga ajraydi? Son eng kam sondagi tub ko'paytiruvchiga ajrashligi uchun uni sonni tubga aylantirib qo'ysakmi? Shunda eng kam tub ko'paytiruvchiga ajraydi. Bitta bo'lib qoladi tub ko'paytiruvchi. Shuning uchun 50 ga mana shu n o'rniga shunaqa son tanlanglarki, 50 ga qo'shganimizda natija tub son bo'lib qolsin. Xo'p, 1 deb ko'rishinglar mumkin. 1 bo'lsa 51 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linadi, 17 ga bo'linadi. 2 o'zi murakkab son bo'lib qoldi. 53. Endi o'rniga 3 qo'ysanglar bo'ladi. Yana 9 qo'ysak ham bo'ladi. Endi o'rniga yo 3 qo'yish kerak, yo 9 qo'yish kerak. Eng kam sondagi shunda ikkalasida ham 53 yo 59 bo'lib tub songa aylanib qoladi. Keyin natural bo'luvchilar eng kam tub bo'luvchilar, tub ko'paytiruvchiga ajraganda bitta tub ko'paytiruvchi o'zi bo'lib qoladi. 53 yo 59. 17 ga endi qanday natural qiymatidir? Endi o'rniga bitta son qo'ying. 17 ga shuni qo'shsangiz tub son hosil bo'lib qoladi. Hozir 2 ni qo'shib qo'ysangiz 19 bo'ladi. Hop. Yoki 6 ni qo'shib qo'ying. Nada o'rniga 6 ni qo'ying. 17 ga 6 ni qo'shsangiz 23 bo'lib tub son bo'lib qoladi yana. Qolganini ham xuddi shunaqa tarzda ishlaysizlar. To'g'ri burchakli parallelipipedning hajmi 1001 cm3 bo'lib, qirralari tub sonlarda ifodalangan. Bu parallelipipedni shu parallelipipedning barcha qirralarini uzunliklarini toping. Xo'p, bunda hajmi 1001 bo'lsa, 3 ta sonni ko'paytirsak 1001 chiqishi kerak ekanda. Parallelipipedni mana bitta parallelipipedimiz bor ekan. Parallelipiped. Buni hajmi topish mana bu 3 ta o'lchamni bir-biriga ko'paytirish kerak. A, B, S qilib. Endi shu 3 ta sonni bir-biriga ko'paytirsangiz, natija 1001 chiqishi kerak ekan. 1001. Xo'p, 3 ta sonni ko'paytirib 1001 chiqarishimiz kerak. Endi 1001 ni bo'lib ko'ramizda, qaysidir sonlarga bo'lib hosil qilamiz endi buni. Bir yoddan nima qilganimiz, qilishga iloji yo'q buni. Xo'p, 1001. Hop, 1001 da hop 301 bo'lsa 7 ga bo'linadi menimcha mana shu. 7 ga bo'linadi. 7 ga bo'lib ko'ramiz. 10 ni ichida bitta bor. 7 ni ayirib olamiz. Mana 3, 30. Endi 4 ta bor. 28. 21 ni ichida 7 tadan 3 ta bor. 143. 143 nechaga bo'linadi? 143 13 ga bo'linadi. 13 ga bo'lsak 11 chiqadi. Demak, hozir 1001 ni 7 ga bo'ldim. 143 chiqdi. 143 ni 11 ga bo'lsam 13 chiqdi. Demak, men tub ko'paytirishni shunday yozib olaman. Qaranglar. Hozir bunday bo'ldi-da. 1001 7 ga bo'lsam 143 chiqdi. 11 ga bo'lsam 13 chiqdi. 13 ga bo'lsam 1 chiqdi. Endi men shundan topib olaman. Mana bu bitta tomon 7, bitta tomon 11, bitta tomonimiz 13 ga teng desak bo'ladi. Parallelipipedni 3 ta qirrasini topib oldik. Shu parallelipipedning barcha qirralarining uzunliklarini toping deyapti. Parallelipipedning barcha qirralarining uzunliklari 7, 11, 13 ekan. Sirtining yuzini toping deyapti. Parallelipiped sirtining yuzini topish formulasi bor. Mana 2 ko'paytirilgan AB plus AC plus BC. Shu formula bo'yicha ishlab qo'yishimiz kerak. 2 ko'paytirilgan 7 ko'paytirilgan 11 qo'shilgan 7 ko'paytirilgan 13 qo'shilgan 13 ko'paytirilgan 11 13 ko'paytirilgan 11. Mana formula bo'yicha ishlab qo'yapmiz. Hop, 2 ko'paytirilgan 77 70 ga 21 91 91. Bu 132 edi o'zligida. 11 dan 13 ga ko'paytiramiz. 130 143. 143. Qo'shib chiqamiz endi. 143 ga 7 ni olib beradi. 150 70 ni qo'shib qo'ysak 220. 220 ga 91 ni qo'shib qo'ysak 220 ga 91 ni qo'shib qo'ysak
370. Hop. Vaqt qo'shaveraylik. 50. 220. 220 ga 91 ni qo'shyapmiz. 1. Hop, 11 birdilla. 311. 311 ni endi 2 ga ko'paytirib qo'yamiz. 622. Demak, bizdan so'ralgan ikkala savolga ham javobni topib qo'ydik. Qaralarning uzunliklarini topdik, sirtini yuzini topib qo'ydik. 622 kvadrat birlik ekan. Xo'p. Keyingisi parallelpipedni 114, 57, 61, 83, 98, 170, 149 sonlarning qaysilari tub, qaysilari murakkab? Buni ham tub va murakkab sonlarligini tekshirib ko'rib bilasizlar, bo'lib ko'rasizlar, bo'linish belgilariga qo'yib ko'rasizlar, og'zaki hisoblab ko'rasizlar, juft son bilan tugayaptimi, 0 bilan tugayaptimi? Shularga ahamiyat berib 114, 115. Demak, mana shu misollar endi sizlarga vazifa bo'lib qoladi. Menimcha mavzuni tushuntirishga yetarlicha misollar ishlab berdim. Diqqat bilan, e'tibor bilan 2 marta, 3 marta ko'rsangiz, mavzuni xudo xohlasa zo'r tushunasiz. Oyda oxiridagi bellashuvimizga, kanalimizda bellashuvimizga hammani yaxshi tayyorgarlik ko'rishini aytaman. Demakki, shu kuni xudo xohlasa yaxshi sovrinlar bilan taqdirlaymiz. Xudo xohlasa. Shuning uchun yaxshi tayyorgarlik ko'ringlar. Hammaga rahmat, e'tiboringiz uchun sog' bo'linglar. Mavzuga doir testlar tashlanadi. Birinchi buni yaxshilab ko'rib olinglar, keyin testlar tashlab qo'yaman. Sog' bo'linglar hammanglar. Rahmat.